48 mingdan tepa past bir tinga qimmat bo'lgan ko'ylaklarimiz ham qolmadi bundan 40 tacha qoldi. Pumbaxt bor. Pumbaxt yubqa bo'ladi, ichlari ko'rinib turadi, ya'ni orqasi yorug'lik tushsa, bekatdagi ustida ko'rinavermaydi. Ular narxi 100 mingdan qimmat bo'ladi pumbaxt bilganlar uchun. Original toshlari. Bularimiz bor. Bularimiz mana 3 talik bo'ladi. Buni usti, ichidagisi, ustidagisi va lozimi. Lozimi ham burukli bo'ladi. Lozim so'raganlar uchun keng bo'ladi yani. Bularimiz narxi 65 mingdan optim narxi. Xili bor, hammasini ichida rasvidkalar bor. Mana bunaqalar so'raganlar uchun oldi tugmali. Bularimiz ham yubkasi bor. Yubkasi deyman, ishton shimi bor. Shimi bor. Bular ham 65 mingdan. Oldi tugmali ochiladi. Prosta fason emas, ochiladigan. Yaqali bo'ladi. Keyin yana xibilarimiz bor. Xibilarimiz 75 ming. 75 mingdan Swarovski tosh. Toshlari to'kilmaydigan hali. Kir mashinaga solaverasizlar bemalol. To'kilib yo'qib ketmaydi tosh. Mato yo'q bo'lsa yo'q bo'ladiki, tosh yo'q bo'lmaydi xudo xolasa. Keyin uzun ko'ylak so'raganlar uchun razmerlari u hammasiniki 48 dan 54, 48 dan 52 gacha, buniki 48 dan 52 dan 58 gacha. Uzun va katta, shimi ham bor. Shimi bilan birga 75 ming. Kimga qiziq bo'lsa Telegramga o'tirasiz, stoyga qarang. Katta ob'yemda oladiganlarga narxini o'tib beramiz. Ilinadi. Keyin ilib qo'yamiz. Yubkali so'raganlar uchun yubkalilar ham bor. Rasvidkasi har xili bor. Hozircha mana joy qolmaganligi uchun, kam joy qolganligi uchun buni ilganimiz yo'q rasvidkalarni. Toshli bo'ladi. Yubkani bilasizlar, bu juda ham trendda bo'lgan o'tgan yili. Narxi 75 ming. Ko'paga zakaz turaverasizlar, dastavkalar qilib beramiz. Ko'proq olganlarga, ko'p olaman deganlarga arzonroq beramiz. 100 dan olaman deganlar bo'ladi, katta klientlarimiz. Ularga narxi arzonroq boshqacha chiqadi. Keyin yangiliklardan ikkala yoni qisiladi. Ikkala yondan tortsa kichkina bo'ladi. Narxi buni 70 ming chiqdi, xudo xolasa 70 ming qilib beramiz. O'pin narxi. Baraqlari bo'ladi chekkasida. Oldin ko'rinishi shunday bo'ladi. Ikkala yondan hammasida bel qisiladi. Yangiligimiz hozircha shu. Kimga qiziq bo'lsa Telegramga o'tib zakaz turaverasizlar. O'zining rasvidkasi o'zgarsa, yaqasi o'zgaradi. Buniki qizil, bunisiki o'ziga yarasha, bunisiki ham shunaqa, bunisiki ochroq. Telegramga o'tib zakaz turaverasizlar. Hili bor, hili. Dastavka qilib beraveramiz. Telegramda boshqa narsalar ham bor. Harakat qilaman.